Amir Olimxon Buxoro amirligining so'nggi hukmdori. Uning nomi yangrashi bilan odamlar orasida turfa fikrlar paydo bo'ladi. Kimdir Amir Olimxon va uning yaroqsiz boshqaruv siyosati tufayli vatan bosqinchilarga topshirildi desa, boshqa bir toifadagilar u ancha ma'rifatli, bir necha tillarni biladigan, zamonaviy bilimlarga ega shaxs bo'lgan deyishadi. Yangilik tarafdori bo'lgan jadidlar harakatini yo'qqa chiqarib, milliy qatag'on boshda turgan inson ham Amir Olimxon edi degan qarashlar hali hanuz el orasida yuradi. U Rossiyadan kela solib, mana deylik 1910-yilda agar podshohlik taxtiga o'tirgan bo'lsa, haligi 10 yil deyarli uni imkoniyati bor edi. Davlatni o'zgartirish uchun, ahvolni o'zgartirish uchun, iqtisodni rivojlantirish uchun yoki sog'liqni saqlash istalgan bir sohani hech narsa o'zgarmadi-ku. Hech narsa o'zgarmadi va natijada Fitratning ham boshqa jadidlarning ham munosabati yaxshi bo'lmasligi tayin bo'lib qoldi. Amir Muzaffarning birgina xatosi protektorat, ya'ni vassal tobelikdan mana shu daraja zaif darajaga tushib qolgan. Amir Olimxon ham taxtga chiqqan kunidan boshlab qiynoqlarni man qilgan, zindonlarni birma-bir so'roq qilib, shu sababsiz qamalganlarni, sababsiz zindonband qilinganlarni ozod qilishdan boshlagan. Birinchi bo'lib madrasalarga stipendiya berishni tashkillashtirgan. U maishiy buzuq bo'lmagan. Endi bu yerda siyosat. Amir Olimxon nimaga? Mana o'zingiz o'ylangda, 17-yildan agar sovetlar O'rta Osiyoni bosib olishni boshlagan bo'lsa, 18-yilgacha hamma yerni bosib olib, mana shu amirlik hududiga kelib depsinib turib qoldi. Ozmas, ko'pmas 3 yil. Demak, u qudratli raqib bo'lgan. Mana shu qudratli raqibni gap so'zlar bilan, tuhmatlar bilan obro'yini yerga urish. Qaysi amirda haram bo'lmagan? Qaysi birida bo'lmagan? Mana shu birinchi jahon urushida Rossiya imperiyasi Antanta bloki, ya'ni Angliya, Fransiya ittifoqi bilan Germaniya, Italiya va Avstriya-Vengriya ittifoqiga kurashga kirgan paytida Amir Olimxon Rossiya hukumatini qo'llab 1 million oltin so'm miqdorida iqtisodiy yordam bergan. Keyin o'sha paytdagi Qarabayir arab otlaridan safarbar qilgan. Frontga safarbar qilgan. Ham mustamlaka qismi yoki protektorat davlati sifatida. Ana shunday in'omlar evaziga Nikolay II Amir Olimxonga general-mayor unvonini beradi. Aytilayotgan fikrlarning qay biri haqiqatga yaqin? Xalq orasida va tarixchi olimlar o'rtasida yillar mobaynida munozaralarga sabab bo'layotgan Amir Olimxon aslida kim bo'lgan va qanday hukmron edi? Otasining vafotidan keyin 10 yil davomida amirlik taxtiga o'tirib, mamlakatni boshqargan Amir Olimxonning ziddiyatli faoliyatini tahlil qilamiz. Said Amir Olimxon Amir Abdul Ahadxonning farzandi bo'lib, aslida Amir Abdul Ahadxonning Davlat Baxt Begim degan xotinidan dunyoga kelgan. Mang'itlar sulolasiga mansub Said Olimxon 1880-yilda dunyoga keldi. Uning otasi Amir Abdulahadxon o'g'li Said Olimxonga bilim berish maqsadida uni 13 yoshida Peterburgga, kadetlar maktabiga o'qishga yuboradi. U uzoq yillik ta'lim olishi kerak bo'lgan maktabni otasining talabi bilan 3 yilda tamomlab Buxoroga qaytadi. Ma'lum vaqt Karmana hokimi bo'lib ishlagan Said Olimxon 1910-yildan e'tiboran Buxoro amiri taxtiga o'tiradi. Chunki uning otasi vafot etgan edi. Amirni faoliyati, har bir qiladigan xatti-harakati nazorat ostida bo'lgan. O'sha uchun ham har qanday ishni o'zi mustaqil tarzda qila olmasligi tabiiy hol edi. Ayniqsa tashqi siyosatdan umuman uzilgan edi. Ichki siyosatda shunday bo'lsa-da, ichki siyosatdan mustaqil ravishda ish olib bora olmas edi. Har bir qadami, har bir qiladigan ishi nazorat ostida bo'lgan. Amir Olimxon faoliyatda ham balkim kamroqdir, balkim ko'proqdir, lekin ijobiy ishlarni ham qilib o'tganligini ko'z yumolmaydi. Xalq avlod
Mana bunda misol tariqasida aytishimiz mumkin, aynan ana shu Ark qal'asida 4 gektarlik maydonni egallagan bu saroyga jome masjidini, alohida o'z nomidan jome masjidini qurdirganligini aytishimiz mumkin. Yoki ana shu Ark qal'asidan ro'paradagi Masjidi Baland qurilishiga ham ayvon qismini, ya'ni oldidagi o'sha ayvon qismini juda chiroyli bugungi kunga qadar o'sha masjid faoliyati davom etib kelyapti. Shu qurilishni ham Amir Olimxon boshchiligida bo'lganligini e'tirof etishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari Buxoroning eng go'zal ko'rkam joyi hisoblangan Poyi Kalon ansamblida ham aynan Amir Olimxon tomonidan qurdirilgan chiroyli bir madrasa bugungi kunga qadar saqlanib qolinmoqda. Ilmiy talablar uchun ko'rkam, ixchamgina 2 qavatli hujralardan iborat bo'lgan madrasani qurdirgan va o'sha o'z davrida u albatta yaxshi faoliyat olib borgan ilmiy talablarga. Amir faqat 3 yil, ya'ni 1917-yil oktyabrdan 1920-yilgacha erkin davri bo'lgan. Undan oldin u mustamlakat haligi sharoitida imperiya hukumatiga sadoqat bilan xizmat qilganligi o'sha davrni taqozo qiladi. Lekin obodonchilik qilmadi, ta'limga e'tibor bermadi, ilm fanga e'tibor bermadi degan masala bu to'liq ma'noda to'liq qabul qilinadigan masala emas. Lekin imkon qadar u madrasalar ochishga, ta'lim tizimini yo'lga qo'yishga va bundan tashqari ko'priklar, binolar, madrasa, masjidlar qurishga, obodonchilikka e'tibor berdi-yu, lekin o'sha zamon talablari darajasida bu davlat siyosati darajasiga ko'tarilmadi. Said Olimxonning amirlik qilgan davrga nazar tashlasak, o'sha paytdagi vaziyatga oydinlik kiritiladi. U otasidan tayyor taxtni qabul qilib olgan bo'lsa-da, mamlakatdagi ahvol o'ta abgor va ayanchli edi. Buxoro nomigagina mustaqil davlat edi. 1873-yili uning bobosi Said Muzaffar bilan Turkiston bosh voliysi von Kaufman o'rtasida ahdnoma tuzilib, Buxoro amirligi Rossiyaning vassaliga aylanadi. Tashqi siyosatni imperiya o'z nazoratiga oladi va 1885-yilga kelib, Kogonda Rus hukumatining vakolatxonasi ochiladi. Bu davrda taxtga Amir Abdulahad o'tirgach, Rossiya bilan murosa siyosati olib boradi. Davlatni ana shunday ahvolda qabul qilib olgan Said Amir Olimxon tashqi siyosat, xalqaro vaziyat va harbiy masalalar haqida umuman o'ylamay qo'yadi. Ochiqchasiga mamlakat taqdirini o'ziga harbiy unvonlar bergan Chor Rossiya ixtiyoriga topshirib qo'yadi. Hatto o'zimiz harbiy tayyorlasak, bu bizga ziyon, chiqim deyishgacha borgan Amir Olimxon g'aflatga botgan hukmdor edi deb yozadi uning faoliyati haqida so'z yuritgan tarixchilardan biri. Ziyovuddinda tuzilgan, Kattaqo'rg'onda tuzilgan shartnoma bo'lgan. O'sha shartnomada ham unga ko'p armiya qilishga ruxsat bo'lmagan punkti ham bo'lgan. Undan tashqari bor armiyani ham bu eng qizig'i shu Frunzeni bombalashidan bir kun burun Moskvadan kelgan sirklar Arkda tomosha ko'rsatgan. Sirk hamma to'plangan. Shu sirkni ko'rib o'tirganda endi istaysizmi yo'qmi, bu Rossiyaning generali u Amir Olimxon. Rossiyaning xavfsizlik maxfiy xizmati bilan aloqasi bo'lgan. Bitta odamni kelib turib aytgan, bolsheviklar bosib kelyapti. Qoching degandan keyin orduga, armiyaga tarqatib yuborish haqida farmon bergan. O'sha vaqtlarda. Ha, o'sha kuni bergan. O'sha kuni. Dushman bosib kelyapti. Ha, bosib kelyapti. O'zini oqlaydiki, men xalqimni shunday 100 minglik armiyani tagiga tashlashni istamadim deydi. Kelajakda ko'rish uchun daho bo'lish kerak, Mustafa Kemal Atatürk'ga o'xshagan. Eng qizig'i shu farmonni bergandan keyin armiyani ma'lum bir qismi bo'ysunmaydi. Amir Olimxonga biz kurashamiz deydi. 20% odam o'sha vintovkasini, boshqalarini olib turib kurashadi. Lekin u 20 ta samolyot bombalayapti. 20 ta. O'sha eski paytda samolyotlar bo'lgan ekan ular. Uni ko'rganda endi samolyotda hayotda ko'rmagan odamlar yuragi yorilib o'lib, hammasi qochib iniga kirib ketib.
bu paytda Amir Olimxon qochib borib bir kecha yotadi saroy mahkosada, shu bilan qochib borib turib Hisarda bo'ladi. O'sha yerdan keyin Qizillar yaqinlashgandan keyin u yerdan ham qochib o'sha Amudaryodan o'tib nariyoqqa ketadi. Turgan joyimiz Buxoro amirining qishki saroyi Arkda biz. Mana bizni chap tomonimizda turgan taxt, buni endi kreslo deyshadi. Shu Buxoroning so'nggi amiri Said Amir Olimxon mana shu yerda o'tirgan va otasi ham o'tirgan. Undan oldin otasi Abdulahad xonga 1904-yilda Rossiyaning Lizeri firmasi tomonidan Rus general gubernatori Muzaffarxonga sovg'a qilgan. Endi ikki og'iz saroy va tojtaxt haqida. Azaldan xalqimiz orasida bir gap bor. Saroyda va tojtaxtning atrofida mudom ilon bo'lgan deydi. Sababi shuki, tojtaxt atrofida juda katta boylik bor. Amaldorlar bor. Davlatning taqdiri xazinalari joylashgan. Demak, bunga ko'z tikkanlar nihoyatda ko'p bo'lgan va shuning uchun tojtaxtga o'tirgandan keyin u amaldor xon bo'ladimi, sulton bo'ladimi, podshoh bo'ladimi, uni atrofida xavf xatar ko'paygan. Shuning uchun ilon bor deyshadi. Har qanday hukmdor kim bo'lishidan qat'iy nazar u davlat va xalq tepasiga kelganidan keyin imkon qadar o'zining boshqaruvi umrboqiy bo'lishini, davlat siyosatida imkon qadar o'z qo'lida ostida bo'lgan ra'iyatning e'tiborga tushishini istaydi va shu yo'nalishda harakat qiladi. Amir Olimxon haqiqatdan ham Rossiya imperiyasida mustamlaka sharoitida tahsil olganidan keyin uning imperiya hukmdorlariga sadoqat bilan xizmat qilishi yoki Nikolay II hukumatiga sadoqat bilan xizmat qilishi masalasi bu boshqa masala. Amir Olimxon 10 yoshidan Peterburgda borib, o'sha yerda kadetlar maktabida tahsil oldi. Ko'rdi qanaqangi rivojlangan artilleriya yoki masalan harbiy soha qanaqangi rivojlangan, iqtisodiyot, bino qurilishlari qanaqa, shaharsozlik, lekin hech narsa saboq bo'lmadi-ku. Mayli yarim mustamlaka bo'lsa ham qaysidir bir ma'noda u o'sha deylik Moskvaga yoki Peterburgga hisob berib turgani bilan qaysi bir sohalarda baribir uning o'z qo'lida edi-ku. Buxoro amirining xazinasi g'arib ahvolda emas edi-ku. Bor edi-ku o'sha oltinlar. Ularni masalan deylik shaharni yoki deylik mamlakatni rivojlantirish yo'lida sarflash Amir Olimxonning qo'lida emasmidi? Ana sizga birgina misolni aytaman. Buxoroning qoq markazida joylashgan Poy Kalon ansamblini ko'z oldingizga keltirasiz, hamma biladi buni. Va o'sha yerda mana minoraga tutash tomonda deylik Masjidi Kalon va uning qarshisida deylik Mir Arab madrasasi turibdi. Ikkalasi ham juda ham savlatli, purviqor dargohlar, to'g'rimi? Lekin men aytmoqchi bo'lganim, demak 12 yoki 15 asrlarda qurilgan binolar shunchalik masalan muhtasham qilib qurilgan ekan. 20-asr boshlarida Amir Olimxon madrasasini minorani bu tomonda joylashgan. Qanchalar g'arib ekanligiga e'tibor berdingizmi? O'z nomingdan madrasa qurib qoldiryapsan. Hech bo'lmasa o'shalarga tengdosh bo'lsa bo'lmasmidi? Imkon yo'qmidi? Tilla bor edi, boshqa narsa bor edi. Gap shundaki, endi Amir Olimxonning ruhlari meni kechirsin, lekin endi o'zi podshohlik juda katta sinovda. Juda katta sinov. Bu dunyodagi hukmronlik o'tib ketadi, lekin hali masalan Allohning huzurida javob berish bor. Agar masalan 10 yillik mana shu hukmronligi davrida jadidlarni qo'llab-quvvatlab, ularning fikrlariga quloq solib, deylik do'st chunki achitib gapiradi, dushman kuldirib gapiradi, lekin unga haligi olampanoh degan so'zlar yoqardi, haligi ta'zim qilib kirib orqa ketishlar yoqardi, lekin jadidlar bunaqa insonlar emasdi. Ular dunyo ko'rib kelgan insonlar edi. Buxoro amirligi qadimiy davlatchilik tarixiga ega muzofot bo'lganligi uchun ham u mustamlakachilarning e'tiborini tortgan. Buxoro amirligiga bugungi O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston respublikalari hududi kirgan. Amirlikning yer osti boyliklari va tafakkuri yuksak bo'lgan xalqi bo'lishiga qaramay, mamlakatning rivojlanish darajasi kundan kunga zaiflashib bordi.
Buni ko'rgan jadidlar amirlikda zudlik bilan islohotlar o'tkazish tarafdorlari bo'lib maydonga chiqadilar. Ular davlat to'ntarishi yoki urushlar yo'li bilan emas, balki yangi usuldagi maktablar ochish, yoshlarga diniy bilimlar qatorida zamonaviy bilimlar berish orqali amirlikni har tomonlama rivojlantirish g'oyasini ilgari suradilar. Uni to'g'ri qabul qilgan Amir Olimxon boshida rozilik beradi, ammo keyinchalik amir va jadidlar o'rtasida tortishuvlar, ziddiyatlar boshlanadi. O'sha paytda amirning atrofida kimlar bor edi? Amirning ixtiyori o'zida edimi? Holbuki u Rossiyaning vassali sifatidagi Buxoroni boshqarayotgan va inon ixtiyori to'liq o'zida bo'lmagan shaxs edi. Hatto moliyaviy mablag'larni sarflash uchun ham mustamlakachilarning qog'ondagi vakilidan ruxsat so'rash kerak edi. Uni yonida eng asosiy maslahatchilar sifatida qadimchilar, ya'ni mamlakatni eski usulda boshqaradigan toifa asosiy Amir Olimxonning suyanchiq maslahatchilari edi. Ular uzoq muddat amirning yonida qolishni istardilar va uzoq muddat boshqaruvda o'tirishni va amirni yangi islohotlar qilish harakatlarini to'sib turadigan kuchlar edi desak bo'ladi. Ikkinchisi esa amirga muxolifatda bo'lgan jadidlar, ya'ni zamonaviy fikrlaydigan va yangi usuldagi maktablarni ochib, mamlakat taraqqiyotini, ilm fanni rivojlantirishga hissa qo'shadigan jadidlar edi. Aytish kerakki, eng xavfli kuch, uchinchi toifa bu Rossiyaning juda makr hiylaga ustamon bo'lib ketgan josuslari bor edi. Mamlakatni keyingi taqdirini hal qiladigan kuch sifatida maydonga chiqqanlar ana shu Müllerga o'xshagan josuslar edi. Ichkaridagi holat kuchsizlanganini ko'rgan qizil askarlar deymizmi, chorizm vakillari va keyinchalik sho'ro nomi bilan harakat qilgan bosqinchilar mamlakat taqdirini to'liq qo'lga oladilar. Amir taxtga o'tiribdi, ro'parasidan Miller o'tiribdi, rezident. Chap tomonda jadidlar o'tiribdi, o'ng tomonda qadimlar o'tiribdi. Qarang, guruh bilan hammasi. Hamma joy-joyida Konstitutsiyaning modda qabul qilinadi. Birinchi modda, ikkinchi, uchinchida ki ular norozi bo'ladi qadimlar. Bu o'rtaga nima qozilik qiladi, Miller, Amir roziman degandan keyin bular qadimlar turadiki, o'rnidan bizda dedi amirimizni ham yo'ldan urib bular dedi. Dindan chiqarib yuboribdi debdi. Nima qiladi? Bunlar qildi, jadidlar qildi. Norozimiz, bolamiz, vatanimiz keyin qissasi janjal panjal bo'lgandan keyin qissasi bo'ladiki, qabul qilindi. Endi buni faqat uni bitta Buxoro shahrida e'lon qilinmadi. Bitta turli toliblar bor, ilm toliblari bor. Ular to'polon qiladi, ularni vijiletda keyin o'tlar qon to'kiladi dedi. Ular hamma bozorlarga yopishtirib qo'yilsin dedi. Amirni qo'ldan kelgani, unga rozi bo'lgani Konstitutsiyani mashruiyatni qabul qilishga rozi bo'ldi. Ayniqsa haligi manifest masalasida dastlab rozilik berganday bo'ldi va qachonki haligi jadidlar manifestga chiqqandan keyin birdaniga haligi arman dashnoqlari va boshqalarni ishga solib qatag'onlar boshlanib ketdi va qo'lga tushgan jadidlarga oson bo'lmadi. Birgina biza misolni bilamiz. Sadriddin Ayni 75 darra orqasiga urilgandan keyin bir o'limlardan qolganligini o'zini esdaliklarida yozib qoldirgan. Lekin qanchadan qancha jadid bobolarimiz o'sha vaqtni o'zida yo'q olamdan ko'z yumganligi haqidagi faktlar u qadar saqlanib qolmagan. Fitrat bilan amirning munosabatlari juda ham chigal. Fitrat qo'lini cho'zishga harakat qildi. Ya'ni kim, mana masalan deylik, Mang'it amirlarining tarixini yozdi. Buxoroning so'nggi amiri Amir Olimxon haqida ham unda haligi ma'lumotlarni berdi. Lekin bu ma'lumotlarni juda ham ijobiy deya olmaymiz. Lekin u istagan ediki, umuman barcha jadidlar singari ehtimolki konstitutsion monarxiya bo'lishini dastlab ular taxmin qilgan edilar. Bu keyinchalik boshqacha bo'lib ketdi. Chunki amir ularning kutgan narsalarni bera olmadi. Dunyo tarixida murakkab vaziyat yuzaga kelgan bir paytda chorizm bosqinchilarining ham ahvoli chigallashgan,
Undan keyin qizillar va ular o'rtasida to'qnashuv kuchaygan davrda Buxoro amirligi oyoqqa turib olishi va mustaqil davlat maqomini qaytadan tiklashi mumkin edi. Ammo unday bo'lmadi. Amir va uning atrofida hamda unga muxolifatda bo'lgan kuchlarning o'zaro kelisha olmasliklari tufayli mamlakat mustaqilligi qo'ldan ketdi. Chunki Amir Olimxonning o'zi va uning asosiy maslahatchilari bo'lgan eskicha qarashdagi qadimchilar hamda jadidlar tomonidan ham jiddiy xatoliklarga yo'l qo'yildi. Sho'rolar, bolshevoylar Buxoroni kunini ko'kka sovurib, uni zabt etgandan keyin Amir Olimxonning xazinasiga tushadilar va u yerdagi juda ko'p miqdordagi boyliklarni, oltinlarni tashib ketadilar. Ijtimoiy tarmoqlarda keyingi paytda yozilishiga qaraganda, o'sha Buxoro bosqinidan keyin olib ketilgan ayrim boyliklarni miqdori sanab o'tilgan. 1,148,380 dona Buxoro tillasi, 4,365,100 dona rus oltini, 17 tonna 728 kilogramm Gamburg tillasi, 45 tonna 404 kilogramm Gamburg kumushi, 22 tonna 160 kilogramm rus kumush tangalari, 62 million 834,780 dona Buxoro tangasi va yana tonna oltin kukullari bosqinchilar tomonidan Buxoro xazinasidan olib ketiladi. Shaxsan Amir Olimxon va uning oila a'zolariga tegishli bo'lgan, undan tashqari albatta bu 3482 karat yirik brilliantlar, 968 karat buyumlarga tikilgan yana brilliantlar, 8617 karat qimmatbaho toshlar va hokazo mol-mulklar, ya'ni Buxoroning xalqining rizq nasibasi bo'lgan boyliklar bosqinchilar tomonidan Moskvaga olib ketiladi. Aytadilarki, Afg'onistonga o'tib qashshoqlashib qoldi, bir-biridan nonga zo'r bo'ldi. Bu gaplar hammasi g'alat. Chunki Amir Afg'onistonga o'tgan vaqtida Afg'onistonda belidagi oltin kamarini Afg'oniston amiri Omonullaxonning beliga taqib qo'ygan. Uni ortidan Hoji Mirzo degan amaldori 3 ta murossa toj olib borgan. Oltin brilliantlar bilan bezatilgan toj olib borgan. Bu tojlarga Murodbegi qalasiga o'xshagan, Fath qalasiga o'xshagan o'nlab qal'alarni sotib olish mumkin edi. Bundan tashqari Amirni Kobilda zargarlik oltin buyumlari bilan aylanmasi 1 million oltin so'm bo'lgan do'koni bo'lgan. Bundan tashqari Amirni qarindoshlaridan biri sizning nomingizdan Peshavorda do'kon ochaman, foydasi arra deb 1 million oltin so'mini olib g'oyib bo'lgan. Buxoro amirligidagi vaziyat murakkab nuqtaga kelib qolganligidan foydalangan bolshevoylar Frunze boshchiligida Buxoroni shafqatsiz o'qqa tutadilar. Ilmu irfon maskanlari, madrasa va maqbaralar, muhtasham inshootlar vayronaga aylandi. Buxoroi sharif deya sharaflangan aziz vatan, uning mehnatkash, ma'rifatli xalqining taqdiri bosqinchilar qo'liga topshirildi. Vatanni dushmanga topshirish kulfatini his qilgan Amir Olimxon nega mamlakatdagi ozodlikni, hurriyatni saqlab qola olmadi? Va hatto saqlab qolish yo'llari bor edi. Uni yonida yangi tuzum targ'ibotchilari, jadidlar bor edi. Mayli yonidagi qadimchilarni ham eshitsin edi. Shu bilan birgalikda hatto o'sha rus bosqinchilariga qarshi kurashayotgan, ularni ta'biri bilan aytganda bosmachilar deb aytayotgan va aslida milliy ozodlik qahramonlari bo'lgan shu harakat vakillarini ham yoniga olsa bo'lar edi. Qo'qon xonligi, Xiva xonligi bilan o'zaro kelishib mamlakatni saqlab qolsa bo'lar edi. Amir Olimxonga bu borada nimalar to'siq bo'ldi? 1920-yilda Sher Muhammadbek Farg'ona vodiysida
noqulay vaziyatga kelib qolgandan keyin Boltabek boshchiligidagi 11 kishidan iborat elchilarini Buxoro amiri huzuriga yuboradi. Harbiy yordam bering. Bugunmi ertami Buxoroga ham bularni qadam tegadi. Deganida Amir Olimxon endi sen oddiy bir bek bo'lib mendek ulug' amiriga murojaat qilyapsanmi? Elchi yuboryapsanmi? Deydida Boltabek boshchiligidagi elchilarni hammasini zindonga tashlaydi. Amir Olimxon Sharqiy Buxoroda 6 oydan ortiq davomida Qizil qo'shinlarga qarshi, armiyaga qarshi kurash olib borib yurgan paytida juda noqulay vaziyatga tushib qoladi-yu, Sher Muhammedbekka harbiy yordam berish to'g'risida maktub yo'llaydi. Sher Muhammedbek avvalgi yurakdagi dog'ni o'ylab o'tirmasdan Oloy qo'mondoni Asqarbek boshchiligidagi 500 eng zo'r navkarlarini Amir Olimxonga yordamga yuboradi. Ana shu joyda Amir Olimxon ana shu o'ziga yordamga yuborilgan Sher Muhammadbek sarbozlarini qurshovga tushgan o'zining qo'shinlari, afg'on armiyasi harbiylarini qutqazish uchun yuborganda Asqarbeklar qurshovdan qutqazib yordam ko'rsatadi. Sher Muhammadbek bilan Amir Olimxon o'rtasidagi mavjud bo'lgan adovat, avvalgi haligi adovatdan foydalanib, Sher Muhammadbek qo'li bilan Amir Olimxonni o'ldirish rejasini ishlab chiqadi haligi Sovet razvedkasi, josuslari. O'sha paytda Sovet josuslarini boshlig'i Artunian o'sha paytda Afg'oniston hukumatida ishlayotgan turk podshosi Miraloy Hasan bilan uchrashib, amirni yo'qotish haqidagi rejasini ishlab chiqmoqchi bo'ladi. Lekin Alloh bunga yo'l bermadi. Keyingi paytlarda Amir Olimxonning avlodlari haqida ko'p ma'lumotlar berib boryapmiz va aytishlariga qaraganda Afg'onistonni o'zida yashagan paytida Amir Olimxonning 37 nafar farzandlari bo'lgan. Undan tashqari Buxoro amirligida qolgan xotinlari va farzandlari ham bo'lgan va juda ular ko'pchilikni tashkil qilgan. Bugungi kunda Amir Olimxonning avlodlari dunyoning turli mamlakatlarida yashayapti. Ayrimlari Turkiyada, Amerikada va yaqinda biz Buxoroga borganimizda u kishini O'zbekistonda yashayotgan avlodlarini ham topdik va suhbatlashdik. Eng xarakterlisi uni rus xotini bor, malikasi bor. Nadejda Yatkina. Bu kimning qizi bilasizmi? Ulug'bek observatoriyasining buyog'ida qabri bor edi. Hozir ko'chirib qo'ydi, chetroqqa. Shuni qizi kelib, buni eshitib Turkistonskiy Vedomstvi gazetasida ko'rib qolib, tundagiga pullarni solib, yordam beraman deb keladi. Kelib ko'chada ko'rib qoladi qizni tasodifan. Yaxshi ko'rib, orqasidan quvib borib yursa, shu Yatkinning qizi bo'lib chiqadi. Keyin uylanadi. Va Buxoroda birinchi haqiqiy yana stol qo'yilgan bizda yangi to'y deydi, shunaqa to'y bo'ladi. Amir Said Olimxonning o'g'illari bo'lgan Ostona bobomiz 5 yoshda qolgan. U kishining o'g'illari Faxriddin Ostonov Muhiddinovich to'ng'ich o'g'illari bo'lgan. Yana bir qizlari Xo'jaamman bo'lganlar, bir o'g'illari Nasriddin amakim. Rus ayollari Nadejda Vyatkin arxeologning to'ng'ich qizi bo'lgan. Vyatkin arxeologda 3 qizi, bir o'g'il bo'lgan. Hol amir emas edilar. Amir Said Olimxon bobomiz va Karmanada hokim edilar. Yonlarida sheriklari bilan 3-4 sheriklari bilan boradilar Samarqandga homiylik qilishgan maqsadda. Qizlarini ko'rib qoladilar, sevib qoladilar. 6 oy davomida rozi qilib, rozi rizolik bilan har qo'rg'onida to'y bo'ladi. U kishi 3-ayollar bo'ladi bizning beyimiz. Yaqindan eshitilyapti otishmalar, bombalar portlash. Xos soqchi urushni to'xtatish uchun o'zlar tarafdagi oq bayroqni ko'tarib turadilar. Hammaga otmanglar deydilar. Ruslar tarafi, qizillar tarafi bular o'tib oladi. U kishi rus bo'lgan uchun ruscha gaplashadilar. Men bolam yoniga o'tishim kerak, bolam kasal, qattiq o'tmasam bo'lmaydi, ketmasam deydilar. Bu kishi kimda deydilar. Agar xos soqchiligini aytsalar, ular ushlab olar edi. Bu kishi erim deydilar. Amir Olimxon ayol ekanlarini yashiradilar.
so'ng o'tib ketadilar. Qorako'lga Xossoqchining uyiga boradilar. Kumushbibi onalari bor edi, bu kishi uylanmagan yigit edilar. Hammadan yoshirish uchun bu ayolim, bu 3 bola meni bolam deb to'xtadilar. Keyinchalik ham. Lekin o'zlari uylanmaydilar ham, o'zlari bekam deb hurmat etaveradilar. Qo'l tegizmaydilar. Xat yozadilar oxiri, chegaradan o'tish juda qiyin. Kelib olib ketasizmi? Biz mana falon kecha kishining uyida turibmiz deb. Bu xat katta kundoshlarni qo'liga tushib qoladi. U kishi xatni soxtalashtiradilar. Amirga Xossoqchi bobo, Muhiddin bobo nomidan qilib yozadilar ekan. Amir do'stim, kechirasiz, men 3 ta bolangiz va ayolingizni qutqara olmadim. Ular vafot etdi deb. U nimaga bo'lsa, Himohlaroyimga boradigan xatga sizlar Qorako'lga ketavering, zamon tinchigandan keyin borib olib qaytamiz degan xat keladi. Amir nomidan yozadi. Amir nomidan yozadilar. Amir xabari yo'q. Amirni xabari yo'q. Amirga bu xat keladi, vafot etdi degan. U kishi 3 kun ta'ziya chiqaradilar, keyin o'tib ketadilar Chibek ko'chadan 118 kishi bilan. Gaziantepdagi mana bu masjidni Amir Olimxonning avlodlari qurdirishgan. Amirning oila a'zolari hamda barcha buxoroliklar juma namozini xuddi mana shu masjidda o'qiydilar. Aksar namozxonlar uchun bir inson alohida e'tibor va ehtiromga molik. جانب سید عبدالستار ولد سید عالمشاه. Mening ismim Said Abdulsattor. Buxoro podshosi Amir Olimxonning o'g'liman. Otamiz qazo qilganlarida 1 yashar ekanman. Hozir 75 ga kirdim. Oilada jami 15 aka-uka va 24 opa-singil bo'lganmiz. ما 15 برادر بودیم و 24 خواهر. Otamiz tarafdorlari bilan Buxorodan chiqib Kobulga kelganlar. Afg'oniston rahbari Omonullohxon u kishiga shahardagi bir bog'li uyni sovg'a qiladi. Men ham o'sha bog'da tug'ilib o'sganman. Hamma tadqiqotlarda vatanga keldi degan gap aytilmagan. Siz aytyapsizki, 1943-yilda kelib ketgan deyapsiz. Uni asosingiz nimaga asoslab aytyapsiz? Kimdandir eshitganmisiz yoki kimdir aytib berganmi, ko'rganmi yo bir manba o'qidingizmi? Shunday marhamat. Ostona bobo hikoyalari edi bu ham. 2 o'g'illari ham bedarak bo'lgana, so'ng bibi qattiq kasal, so'ng Xossoqchi bobo o'zlari urushga keta olmaganlari uchun yaxshisi dadasini yoniga boray qani, Himohlaroyimga aytadilar, bekam, men shu yoqqa ham borib siz uchun shulardan darak topib kelaman dedilar. Chegaradan o'tishib yanada qattiq urush davri uchun bu taraflar ham qattiq qo'riqlanayotgan paytlar ekan, oxiri bir joydan Amudaryoning suvini tekidan bitta kishi o'tib qaytib yurgan ekan. Bu kishi men ham o'zim ham o'taman dedilar. O siz bobo kishi o'ta olmaysiz desalar ham, yo'q, men bormasam bo'lmaydi. Gap bekamni hayoti ustida. U kishi o'lib qoladilar. Men shunchalik qattiq istirobdalar. 2 o'g'lini dog'ida kuyib ado bo'lyapti. Men o'tmasam bo'lmaydi sen bilan dedilar. Oxiri haydib olib o'tadilar. Amirni xonadoniga topib boradilar. Amir bobomiz qattiq nima bo'ladilar shunda. Men 23 yildan buyon o'lgan deb yurgan insonlarim, mehrim, sevimli ayolim, bolalarim tirik ekan, men sen bilan sen o'tib kelgan joyda men ham o'tib boraman dedilar. Qattiq turib oladilar, hammaga shikorga yoki ovga chiqdi deb turasizlar dedilar. Katta o'g'lim bu yerdagi qasrga bosh bo'lib turadilar. Men bu bilan borib kelaman dedilar. Maxfiy ravishda bironta jurnalist yoki bironta tarixchi bilmaydi bu haqida. Faqat Ostona boboning hikoyalari orqali bilamiz. Bizlar qattiq tayinlaganlar, hech qachon Amir Olimxon avlodi ekaningizni aytmaysizlar deb. Isir vaqtida bironta kishiga aytmaganmiz. Hattoki shunday onamiz va dadamiz va bizlar tayinlaganlar o'zaro gurung qilmanglar ham devor qulog'i bor. Sizlarning hayotingiz xavf ostida qoladi. Hech kimga aytmaysizlar deb. Mustaqillik davridan keyin ham hatto o'zaro gaplashmaganmiz. Ostona bobom gap o'lganlardan keyin vasiyatlari hisobida bo'lib bironta nima qilmaganmiz. Lekin men va'da bergan kitobim uchun buni ommaga oshkor qilyapman. Endi keldilar. Katta momongiz Nadejda xonimni Himohlaroyimni ko'radilarmi? Ko'rdilar, keyin yaxshi bo'lib ketadilar, bir hafta 10 kun yuradilar. Xossoqchi bobo shunday kasbiga juda sadoqatli kishi bo'ladilarki, hayotlariga xavf tug'dirmay olib kelib yana etib qo'yadilar.
bu kishi kelganlarida arkni ko'radilar, Bahovuddin Naqshband nimalarga boradilar, otalarini qabriga ziyoratiga boradilar, Eshonoy onalarni qabriga boradilar, sevinch bilan ketadilar. Mohlaroyimga shunda aytadilar, yur endi ketamiz deb. Lekin u safar taqdir taqozosi bilan ketolmagan bibimiz yana ketmayman dedilar. Endi o'z ixtiyorlari bilan ketolmaydilar. Chunki ikki o'g'lim kelsa, meni qidiradi bu yerdan. Baribir yo xotirasini yo'qotgan bo'lsa, yo nogiron bo'lsa, qo'l oyoqdan ajrab, baribir kelib qolsa, men uni kutib olishim kerak ular. Men umrim oxirigacha kutaman dedilar. 1949-yilgacha umrlarini oxirigacha qattiq kutganlar ikki soldat o'g'illarini. Amir Olimxon bevosita maktub bir marta yozganlari haqida bilaman. Sovet hukumatiga mana shu qarindosh urug'lari quloq qilinib, olib ketilib nima qilganda, o'sha yerdan Sovet hukumatiga maktub yozgan ekanlar. Men hali ham amirman deb. Lekin u kishini boshqa yerga chiqish imkoniyati bo'lmagan, hatto Nodirshoh u kishini hajga borish iltimoslarini ham, talablarini ham qondirmagan. Va Amir Olimxon mana 44-yil vafot etgan bo'lsalar, ular oxirgi paytda ko'zlari ko'rmay qolgan. Umuman ko'zlari ko'rmay qolgan. Ko'zi ko'rmay qolgan odam qanday qilib kelishi mumkin edi? Bu yerda ham xatolik bor. Walo yak dafa birodaro guftan ki mo Otamiz bir umr vatanga qaytish va hajga borishni orzu qilib o'tganlar, ammo afg'on hukumati ruxsat bermagan. U kishining xokilarini ham Kobuldan Buxoroga ko'chira olmadik. Amir Olimxonning avlodlaridan biri hisoblangan Leyla xonim bir fikrni aytdilar. Men u kishiga dunyoni boshqa mamlakatlaridagi Amir Olimxonga avlodman degan qarindoshlaringiz bilan ko'rishyapsizmi, uchrashyapsizmi deganimga o'xsha aytdilarki, ayrimlari uchrashishni xohlamadi dedi va ayrimlari bilan ko'rishish niyatimiz bor dedi. Shunday ekan o'ylaymizki, Amir Olimxonga avlodman degan u kishining avlodlari bugun o'zaro ko'rishishlari, kelishishlari va qarindoshlik rishtalarini bog'lashlari ham kerak. Va albatta da'vo qilayotganlarning ko'pchiligi u kishining avlodi bo'lmasligi mumkin degan e'tirozlar ham aytilyapti. Shundan kelib chiqib agar aniqlik kiritadigan bo'lsa, kerak bo'lsa ular bugungi DNK xizmatdan foydalanib o'zlarini haqiqatdan ham Amir Olimxonning avlodi yoki avlodi emasliklariga aniqlik kiritsa bo'ladi. Endi muhim bir jihat haqida gaplashmoqchimiz. Amir Olimxon haqida so'z ketganda ko'pchilik u kishini mamlakatdan olib ketgan oltinlarining taqdiri bilan qiziqadi va qanchaligi bilan qiziqadi. Ayrimlar aytadiki, bosqin birdan bo'lgani uchun Amir Olimxon o'zi bilan ko'p miqdorda oltin, tilla va boyliklar olib keta olmagan desa, ayrimlar aytadiki, yo'q, u har holda nodon odam emas edi, aqlli edi, bir davlatning boshlig'i edi, o'ziga kelayotgan xavf xatarni bilar edi. O'shaning uchun ancha oldinroq dunyoning turli banklariga katta miqdordagi boyliklarini, oltinlarini qo'ygan bo'lishi mumkin degan gaplarni aytyapti va qisman ayrim tadqiqotchilar shu fikrlarni haqiqatan ham u kishini o'sha katta miqdordagi oltinlar, boyliklar dunyoning turli mamlakatlaridagi banklarga qo'yilganligini tasdiqlayapti. Shvetsariyadagi bir banka va Fransiyaning General Societe Bank degan banki bor. Shunga olib borib turib, Pokiston orqali kemadan olib borib topshirilgan bu banklar. U yerda g'arib ahvolda yashaganiga qaraganda ko'p ketolmagan. Va olib ketishda bir topshirgan odamlari yo'llarda tinchitgan odamlar uzoq yillar Boysun shu atroflarda tanga topildi. Karimov paytida shu masala ko'tarildi. Bilasiz, Fayzulla Qilichev degan bir prokuror bo'lardi. Bu ana avlodidan o'sha. Yoz o'qishi kerak. Mang'it avlodlaridan shu masalani ko'tardi. Hatto o'sha Amir Olimxon qarindoshlari ham keldi. Shu masala Karimgacha ham yetib bordi. Shu men eshitgan gapim shu. Endi ular pulni olsa ertaga bular kelib mendan Buxoroni so'raydi endi deb u odam istamadi shu ishni. Ko'p gaplar bor. Amir Olimxonning Shvetsariya bankida pullari bor, uni hech kim ola olmaydi. Nimaga ola olmaydi? Mulki xalqi amirati Buxoro, ya'ni Buxoro amirligi xalqining mulki deb o'tkazilgan. Qachonki Buxoroga amirlik maqomi berilsa, olish mumkin degan gap bor. Agar haqiqatdan ham shu Amir Olimxon qo'ygan oltinlar bugun dunyoning qaysi mamlakatlarini banklarda saqlanayotgan bo'lsa, tabiiyki u bizning xalqimizning boyligi. Uni xalqimizga qaytarib olish yo'li bormikan degan savol tug'iladi. Ko'pchilik mutaxassislar bor yo'li bor deyapti. Lekin ayrimlar aytayaptiki, u Amir Olimxon Amir davlatini nomiga qo'yilgan, qachonki Buxoro amirligi degan davlat yer yuzida paydo bo'lsa olishi mumkin deyapti. Lekin holbuki biz O'zbekiston Buxoro amirligi, Xiva xonligi va
va Qo'qon xonligining haqiqiy huquqiy varis sifatida harakat qilsak ham bo'ladi. Bu borada xalqaro huquq bilan shug'ullanadigan mutaxassis vatandoshlarimizga murojaat qilmoqchimiz. Agar haqiqatdan ham qonuniy shuni yo'li bo'lsa va O'zbekiston to'g'ridan to'g'ri o'sha Amir Olimxon Buxoro amirligining, Xiva xonligining va Qo'qon xonligining varis sifatida qanaqadir huquqiy hujjatlar tayyor bo'lsa va talab qilinadigan bo'lsa, o'shani tayyorlashga da'vat qilgan bo'lardik. Chunki u yerdagi boyliklar u Buxoro amirining o'zining emas, balki butun xalqimizning boyligi. Agar o'sha boyliklarni olib kelishga erishsak, o'ylaymizki, vatanimizni ham moddiy va ham ma'naviy taraqqiyotiga juda katta hissa qo'shgan bo'lamiz. Bu borada huquqshunos olimlarimiz va xalqaro mutaxassislarning e'tiboriga muntazirmiz. Dovrug'i tillarda doston bo'lgan Amir Olimxonning Storayi Mohi Xosa saroyidamiz. Aytishlariga qaraganda bu yer choyxona bo'lgan ekan. Keyingi o'tadigan joyimiz bu Mirzaxona, ya'ni fuqarolardan keladigan shikoyatlarni, takliflarni mana shu yerdagi mirzalar o'tirib qabul qilgan va uni mazmun mohiyatini amirga tushuntirishgan ekan. Mana ko'rinishlari. Demak, bu imoratni qurilganiga 110 yildan ortiq vaqt o'tgan. 110 yil o'tishiga qaramasdan imoratning o'ziga xos ko'rinishlari, me'moriy jihatlari, mustahkamligi baribir odamning e'tiborini o'ziga tortadi. Endi keyingi zalga o'tamiz. Nihoyatda o'ziga xos tarzda ishlangan, juda ham go'zal ko'rinishga ega bo'lgan, qanaqadir qimmatbaho toshlardan va oynalardan ishlov berib jihozlangan bu zal, ya'ni ziyofat zali ekan. Demak, amir mamlakatga kelgan xorijiy mehmonlarni, diplomatlarni yoki mamlakat ichkaridagi mulozimlarni ma'lum bir tadbirlar sharofati bilan mana shu yerda ziyofat bergan. Va bu aytish kerakki, zalning tepa qismi juda go'zal, o'ziga xos me'moriy bezaklardan iborat. Devorlari juda ham hayratomuz. Kirgan odam albatta bu yerda podshohlikning ruhini sezadi. Bugungi kunda bu joy muzey sifatida faoliyat olib boryapti. Muzey xodimlarining aytishlariga qaraganda, Storayi Mohi Xosani o'ziga xos joyi bu yerda amir shaxmat o'ynaydigan xona ekan. Demak, Amir Said Olimxon harbiy o'quv dargohini bitirgan Peterburgda va sport turlari bilan shug'ullanish barobarida, merganlik faoliyatida shug'ullanish barobarida shaxmat o'yiniga ham alohida mehr qo'ygan ekan. Mana endi bir fikr tug'ildi shundan keyin. Bilasiz, Turkiya bugungi kunda turizmni rivojlantirish masalasida dunyoda yetakchi mamlakatlardan biriga aylandi. Va aytish kerakki, nima uchun? Chunki Turkiyada turk sultonlari qurgan bir necha asrlik saroylar va saroylardagi sultonlarni o'ziga xos o'sha mehmonxonalari, ovqatlanish xonalari, oshxonalari, jallodlar turadigan xonalar va boshqa qiziqarli joylar bo'lgani uchun dunyo ahli bugun Turkiyaga kirib kelyapti, turizmni rivojlanyapti va milliardlab dollar ishlayapti. Shundan kelib chiqib aytish kerakki, bugun Buxorodagi, Xivadagi yoki Shahrisabzdagi, Qo'qondagi, Samarqanddagi tarixiy imoratlarimizni va amirlarimiz, xonlarimiz qurdirgan saroylarni ham biz dunyoga targ'ib qilib, Turkiya davlatiga o'xshab milliardlab mablag' mamlakat xazinasiga keltirishimiz mumkin ekan. Mana shu siz ko'rib turgan Storayi Mohi Xosa aytish kerakki, dunyoning mo'jizaviy muzeylari sifatida dunyo e'tiborini tortadigan bu mamlakat xazinasiga katta mablag' olib keladigan manba sifatida foydalansa bo'ladi. Faqat uni targ'ib qilish kerak va dunyoga yoyish kerak. Aslida davlat boshqaruvi to'g'ri yo'lga qo'yilgan mamlakatlarda sulton, shoh, podshoh yoki prezidentlarning almashinuvi juda muhim masala sifatida qaralmaydi. Chunki adolatli va har tomonlama rivojlangan davlatlarda ishlar har doimgidek bir maromda ketaveradi. Ammo tanazzul yoqasiga kelib qolgan mamlakatlarning davlat tepasida o'tirgan shaxsga juda ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Afsuski, Buxoroning so'nggi hukmdori Said Olimxonda ana shunday iqtidor va vatanparvarlik tuyg'usi yetishmadi. Natijada vatan qo'ldan ketdi. Xalq qullik zanjiriga mubtalo bo'ldi. Amir Olimxonning o'zi Afg'onistonda tutqunlikda umr o'tkazdi.
Uning oila a'zolari ham sarsonu sargardonlik qismatini bo'yniga olib, dunyoning turli burchaklariga tarqalib ketdilar.